Hammaga avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan yana darsimizda ko'rishib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hop, o'tgan dars sizlar bilan hisobiy qiymatlarni qanaqa qilib hisoblash ko'rib chiqqan, ya'ni materiallarni o'sha koeffitsentlari qanaqa ko'paytiriladi shularni ko'rsatib bergandim. Hop, endi bugun bugun emas, o'zi kecha keldi o'sha ma'lumotlar yana to'lig'i. Shu to'liq ma'lumotlarga qarab turib, hozir sizlarga yana ma'lumot beradigan joylarimiz bor. Hop, birinchi ma'lumotimiz Xudo xolasa materiallarimiz aniq bo'ldi. Hop, lekin biz u materiallardan foydalanmaymiz, chunki biz hozir sal o'zgartirilgan variant ishlayapmiz, ya'ni loyihaning ozgina o'zgartirilgan variantini. Hop, o'zimizda ya'ni loyihalayotgan binoyimizda bo'lganligi uchun men Texnonical'da o'sha chizmalarni ochib oldim. Hozir sizlarga ham ko'rsataman buni. Yo'q, bu kerak emas bizga. Texnonical saytiga kirsanglar, mana loyihachilarga degan joyi bor. Shu yerda mana bir necha tizimlar bor mana. Patologlar bo'lishi mumkin. Mana naqalar mana orayapmali 43 xil tizim bor deyapti. Masalan, mana shunga kirib ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Qanaqasi bor? Mana bu tavsiya qilinadigan variantlari. O'zingizga yoqqanini qaranglar. Hozir ikkita mana shuni oldim. Baryer kemas bilan baryer pir kemas. Ikkala bitta narsa, faqat ham bitta sal boshqacharoq narsa ishlatilgan. Nisbatan yaxshiroq bo'lgan sifat. Hop, bu yerda ham ochadigan bo'lsangiz, har bitta o'sha elementni nima narsadan iboratligini yozib qo'ygan. Qalinligi boshqasi o'shalarga qarab turib, mana taxminan o'sha ma'lumotlarni chiqarib olsa bo'ladi. Hop, endi nima demoqchiman bu yerda? Birinchi o'rinda biz nimani hisoblab olishimiz kerak? Elementlarimizning umumiy massasini hisoblab olishimiz kerak. Komplektatsiyani ko'rsatib bo'ladigan bo'lsak, u bizga hozir o'sha materiallarga o'tkazib qoldi. Hop, materiallar kerak emas bizga. Hop, xarakteristikalari mana bu yerda ko'rsatilgan. Ya'ni qalinligi, misol, bir kvadratga qancha mahsulot ketadi? Masalan, bir kvadratga bir kvadrat mahsulot ketmaydi. Ozgina zapas bilan ketadi, 1.15 deyapti. Hop, bu nimani hisobiga? Masalan, narxli bo'ladigan joylari bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshagan o'shalarni ham hisobini olib ketishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda agar bergan bo'lsa, ko'rsatgan bo'lsa. Endi hop, hozir agar biz buni har bittasini hozir qo'shib hisoblab chiqadigan bo'lsak, bitta o'sha element uchun taxminan qancha massa kelib chiqishini bilib olsak bo'ladi. Buning uchun biz o'sha ChatGPT dan foydalanamiz yana. Chunki har bittasini qidirib o'tirish ozgina muammoroq bo'lganligi uchun. ChatGPT ni ochib oldik va bundan mana o'sha elementlarimizni har bittasini o'sha har bir kvadratga tushiradigan massasini bizga chiqarib ber deb aytamiz. Ya'ni mana bu yerda mana ikkinchi qatorga ko'chirib chiqishimiz kerak. Ctrl C ni bosasizlar. Ctrl V ni bosasizlar. Mana. Hozir sizlar vaqtingizni olmaslik uchun men уже videoni pauzaga qo'yib turib, hammasini kopiya past qilib chiqaman. Выравнивающий стяжкagacha olasizlar. Несущий konstruksiya bizda уже anaqada otasidan chiqib qoldi. Собственный вес degan joyda qo'shib ketganida esingizda bo'lsa, bularni mana shunaqa qilib kirgizib chiqasizlar. Endi ham boshiga bitta narsa yozishimiz kerak. Hey ChatGPT masalan. Menga hop konstruktiv qiymat chiqarishim uchun shu elementlarning 1 kvadrat metrga tushiradigan yuklamasini hamda har bir elementning alohida yuklamasini chiqarib ber. Umumiy yuklamani hop massasini hop jadval oxiriga joylab ber. Mana shuni yozamiz. Yozgan paytimizda bizlar mana zichlikdan kelib chiqib mana bu yerda hop qalinligini ham mana o'zi olyapti, 1 sm olyapti hozir. Hop, mana qancha chiqyapti. Endi ishonchlilik koeffitsiyentimiz bor edi, esingizda bo'lsa. Endi ishonchlilik koeffitsiyentiga nima qilamiz buni? Ko'paytiramiz. Bu bizda har bitta element alohida ishonchlilik koeffitsiyentiga ega. Hozir buni nima qilamiz? Biz aqlliroq ish qilamiz. O'sha sizlarga tashlab bergan jadvalimni bunga ham tashlab yuboramiz. Kanalimizni ochib oladigan bo'lsanglar, mana bu yerda hamma narsa bor. Ishonchlilik koeffitsentlari bor. Mana hamma narsani kopiya qilamiz.
Kopiya qildikda bunga tashlaymiz. Tashlaganimizdan keyin mana ochdi. Shu jadvalga ko'ra har bir element uchun hop hisobiy normativ qiymatni qo'shib ishonchlilik koeffitsiyenti uchun alohida hop nima bo'ladi bu? Ustun hosil qil va har bir elementning ishonchlilik koeffitsiyentini alohida hisoblab chiq. Alohida hisoblab yaxlit jadvalga yig'ib ber. Yaxlit jadvalga yig'ib ber. Mana. Hozir mana buni o'qib chiqadi. Nima narsalar borligini. Misol bizda mana pol qoplamalar bo'yicha. Xo'p, mana keramik qoplamalarimiz 1.25 koeffitsient topdi. 1.2 olish kerak edi. Mayli, 1.25 mayli, xo'p, ozgina oshirib olibdi. Xo'p, mana 1.3 olish kerak edi. Bu yerda mana yana adashtiryapti. Xo'sh. Lekin oxirgisi mana 257 2 kvadrat. Xo'p, bu taxminan olsanglar to'g'ri bo'ladi. Endi qaranglar. Bu 1 kvadrat metrga tushadigan naqani o'zining yuki, stechkani o'zidan tushayotgan yuk. Endi hisoblaylik, stechkadan tashqari yana nima yuklarimiz bor. Bu bizda qaysiga kiradi? Bu bizda doimiy yukka kiradi. Doimiy yukka mana har bitta mana elementga tushirib chiqamiz. Ya'ni masalan deylik, mana eng tepa qavatdan eng pastgacha hammasiga shu yuklamalarni ko'chirib chiqamiz. Buning uchun mana plita yukiga o'tib olamiz. Plita yuki. Va bu yerda bizda redaktor загружение degan joy bor. Mana shuni tanlaymiz. Buni tanlashimizdan oldin bor, men bloklarni tanlashni bosinglar. Mana hammasi shu bloklarni tanlab chiqinglar. Hamma bloklarni tanlab chiqasizlar. Plitalar bo'lganligi uchun fundament plitasidan tashqari. Fundament plitasiga seysmik yuk beramiz. Undan boshqa yuk berilmaydi. Redaktor загружениeni ochinglar. Redaktor загружение nagruzkini ochinglar. Nagruzkini ochgan paytingizda sizlarda mana bu narsa bor. Равномерно распределённый mana. Mana buni ochsanglar, ishinglar osonroq bo'ladi. O'zi har bittasi har xil misol shu joyga qarab turib hisoblanishi kerak. Bizda hozir unaqa har bittasini alohida hisoblab chiqadigan bo'lsa, videomiz где-то bir 5-6 soatlik bo'lib ketib qoladi. Har bitta misol element uchun alohida hisoblab chiqadigan bo'lsa, u ham ozgina kattaroq vaqt bo'lib ketadi. Mana buni ochamiz. Endi bizda qancha chiqaryapti? 257 kilo chiqaryapti. 257.2 kilo 1 kvadratga chiqaryapti. Xo'p, hisobiy yuk. Mana koeffitsiyentlar bilan 267 chiqarayotgan ekan. Mana shuni yana olamizda. Hop, o'zi 267. Ikkaloni o'rtasi mana 257 ekan. 247 bilan 267 ning orasi ekan. Okey. Hop, mana bu tonna taqsim metr kvadrat deyapti. Tonnada уже biz misol 257 yozadigan bo'lsak, 257 tonna hisoblaveradi. Tonnada 0 hop 2.6 qilib qo'ysanglar, o'shanaqa bo'ladi. Bu bizda plita yuki bo'ladi. Plita yuki. Bizda shunda stechka va boshqalar. Stechka va boshqalar. Stechka emas, mana shunda to'shama bo'ladi o'zbekchasi. To'shama va boshqalar. Mana. Ko'rganinglardek hammasiga mana yuklama qo'yildi. Keyingisiga o'tamiz. Plita yukidan o'tdik. Hop. Keyingisi nima ekan bizda? Devor yuklari bor ekan. Hop, devor konstruksiyasi nimadan iborat? Qanaqa bo'ladi bu? Hop, uni ham hozir ko'rib chiqamiz. Jadvaldan, Texnonikol bizga bergan jadvaldan qaraymiz hozir. Xo'sh. Pollar, tsokol va bizda mana bu yerda steniy перегородка degan joy bor ekan mana. Xo'sh, endi bizda bo'lsin. Bu juda qalin bo'lib ketib qoladi. Mana shundan bo'lsin. Akustik karkas, akustik standartmi? Hop. Hammani olamiz. Mana kopировать sostav sistemi bor ekan. Kopiya qilamiz. Hop, mana bunga tashlaymiz. Hop. Boshiga yozamiz. Devorlar 25
santimetr qabul qil. Hop, 25 santimetr ichida faqat gazoblok hisoblansin. Qolgan qatlamlar uning ustiga urilsin. Shu holda ishonchlilik koeffitsiyenti bilan menga 1 metr uchun tushadigan yuklamalarni aniqlab ber deb yozamiz. Bitta bosdik. Hop, endi bu yerda hozir mana chiqaryapti hammasini. Bir pogon metr uchun normativ hisob 594 kilovat. Hisobiy koeffitsient bilan 675 kilo. Lekin biz hozir bu yerda pogon metrga uradigan bo'lsak, qat ko'rishimiz mumkin. Endi qaranglar, bloklarni emas bu yerda endi. Hop, gorizontal stерженlarni tanlaymiz. Gorizontal stерженligi mana balkalar hammasi kirib ketadi. Ya'ni devorlarimizga shu balkalarga tushadi. Shularni hammasini belgilab chiqamiz mana. Birinchi qavatgacha mana. Belgilab oldik. Misol devorlarning hammasi mana shu o'qlarning o'rtasida bir xil o'tgan deb hisoblaymiz. Hop, bularni ham o'zi alohida qilib chiqish kerak. No, biz o'sha aytgandek, videomiz qisqaroq bo'lishiga, umumiy sistemani tushunib olishingiga xudo xolasa mana shunday bo'ladi. Endi nagruska na stерженini bosamiz. Hop, bu yerda ham равномерно распределённыйni bosamiz. Bu yerda endi nima deyapti? 675 hisobiy koeffitsient bilan deyapti. Okey. 0,675. Mana. Tonna taqsim metr kvadrat. Tonna taqsim metr mana. Pogon metrga. Hop, bu yerda devor yuklamasi deb yozaman. Devor yuklamasi. Okey. Mana. En tepa qavatga e'tibor bergan bo'lsanglar, devor qo'ymadim, chunki en tepa qavatda men taxminim bo'yicha devor bo'lmaydi. Okey, bo'ldi. Bundan keyingi yukimiz bor edi. Parda devorlar debdi. Endi bizlar hammasiga o'sha devor yuklamasini urib oldik. Hozir 600 kg ham kichkina narsa emas. Uzoq muddatli va vaqtinchalik yuklar. Hop, uzoq muddatli vaqtinchalik yuklar. Bunga nimani kirgizib ketamiz? Mebel va shunga o'xshagan narsa. Buni endi jadvaldan olishimiz kerak bo'ladi. Jadvalni qayerdan olishni ham hozir ko'rsatib beraman. Hop, bizada MCUz degan sayt bor, bilsanglar. Kirsanglar, bu yerda hujjatlar degan joyi bor. Mana bu yerda pastroqga tushasizlar. Hop, shaharsozlik normalari va qurilish reglamentlari, texnik reglamentlari. Hop, endi bu yerda shaharsozlik normalari va qoidalari degan joyi bor. Mana shunga kirasizlar. Bu yerda hop, geologiya emas bizaniki, loyihalash, hop, qurilish uchun muhandislik ekologiya, muhandislik texnik, muhandislik gidrometeorologiya, apparatlar, hop, qurilishni tashkil qilish texnologik hujjatlar, qurilishda axborot modellashtirish, texnik loyihalash me'yorlari mana. Bunga tushgan paytinglarda yong'in xavfsizligi, qurilish issiqligi, yuklamalar va ta'sirlar mana 2010721 mana shuni ochib olamiz. Yuklamalar va ta'sirlar. Mana shuni bitta bossasizlar ko'rsatchani bossanglar bunday ochiladi sizlarda. Pastroqga tushsanglar, jadvallar bor. Shu jadvallardan ko'rib olamiz hozir. Qancha olinsin degan joylar. Mana o'sha sizlarga aytgan ishonchlilik koeffitsiyenti mana. Aytgandek o'tgan safar agar zavodda ishlab chiqarilgan bo'lsa 1.2 koeffitsient olamiz deb aytdim. Qurilish maydonida bo'ladigan bo'lsa 1.3 da mana. Hammasi mana shundan olingan. Gruntlar mana tabiiy sharoitda joylashishi 1.1, qurilish maydonida to'kilmalarda 1.15. Ya'ni ozgina ko'proq. Endi pastroqga tushamiz. Pastroqga tushsak bizda har bitta elementda koeffitsient, ishonchlilik koeffitsiyenti bilan mana turar joy binolari va maktabgacha ta'lim tashkilotlari va internatlar, dam olish xonalari, pansionatar, mehmonxonalar uchun terrasalar va anaqalar. Bir tekis taqsimlangan yuklamalarning normativ qiymatlari mana. Mana shundan olsanglar bo'ladi mana. 150. Ya'ni o'sha 150 kilo. Bu yerda o'z berib qo'ygan. Endi biz hozir taxminan o'sha turar joy binosi deb oladigan bo'lsak, 150 kilo olamiz. Agar masalan tashkilot yoki muassasada bo'ladigan bo'lsa, 200 kilo olamiz. Mana bu yerda mana kitob saqlash xonalari, arxiv bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'sha 500 kilo bo'lyapti mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Sahna bo'ladigan bo'lsa ham 500 kilo. Yuklama mana bu qanaqa maqsadda foydalanishiga qarab turib o'sha narsadan o'zgarib boradi. Mana shu joylarini mana e'tiborga olinglar. Mana 4-jadval, bir tekis taqsimlangan yuklamalar.
Hop, biza 150 emas, mana shu 200 olaveraylik mana. Ha, yo 200 oladigan bo'lsa yuklamamiz juda ham ko'payib ketib qoladi. Mayli, 150 olamiz. Hop, nima qilamiz endi yana? To'g'ri topdinglar. Yana bloklarni tanlashni bosamizda, hop, men har bitta blokni tanlab chiqamiz hamnasiga. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 19 mana. Hamda mana. Tanlab chiqdik. Nagruzkani bosamiz. Nima? Nagruzkani plastinini bosamiz endi. Va bu yerda mana равномерно распределённый 0.15 bo'ldi. Hop, endi bu yerda ishonchlilik koeffitsiyentini agar qo'shadigan bo'lsanglar, hop, 0.2 olmoqchi edik. Mayli, 0.2 olinglar bo'ldi. Bu yerda o'zligingiz hisoblab chiqishgan buni. Bu olimlar tomonidan hisoblangan, men tomonidan emas, shuning uchun normativ hujjatni olaveramiz mana. 200 kilodan har bir kvadratiga uzoq muddatli yuklar. Odam yuklari. Hop, endi odam yuklariga keladigan bo'lsak, hop, buni ichiga kirgan kirmaganini bilmayman. Agar kirgan bo'lsa, hop, agar kirmagan bo'lsa, hop, mana bu yerda hozir topishimiz kerak bo'ladi agar. Hop, mana bu yerda Ctrl F kelchadi. Hop. Foydalanish. Odamlarning ko'p miqdorda jamlanish ehtimoli bo'lgan ishlab chiqarish korxonalari. Hop, 400 kilo yo'q. Mana odamlardan, hayvonlardan uskunalarni transportlarda to'planganda materiallar va mahsulotlarga tushadigan yuklamalar. Odam yuklari. Mana shunda hozir biza. Hop, nima anaqani olamiz? Bu yerda yo'q ekanda. Ishlab chiqarish bor ekan. Hop, uskunalar va materiallar, obyektlar xona. Hop, 4-jadval ichida ekan. Bo'ldi, men 2 ga kirib ketib qopti. 50 kilodan olamizmi yoki 50 kilodan oladigan bo'lsak, hozir yana ham yukimiz ko'payib ketib qoladi. Hop. Mayli. 50 kilodan har bir kvadratiga uraveramiz. Yana hop. 1, 2 tomni belgilamayman, chunki tomda odam ko'p yurmaydi. Hop. Ana 150 ichida bor ekan deyman, odam yuklamalari. Turar joyda boramiz hozir buni. Nagruzkaga kiraman. Bunda ham равномерно распределённый tanlayman. Hop, 0.05 bo'ladi shunda. Odam yuklari. Odam yuklari 50 kilodan tushyapti shunda. Okey. Hop, keyingisiga o'tamiz. Qor yuklari. Qor yuklari faqat tomga tushadi. Tomga tushadi. Bizada hop, Toshkent hududi uchun qor yuklari bor. Hop, bu yerda. Agar o'sha narsa ko'rsatilgan bo'lsa, shamol yuklamalari ham bor ekan, shamol ta'sirlari. Qordan tushadigan yuklamalar mana. Hop. 1 kvadrat uchun mana 5-ilovasiga muvofiq qabul qilinishi kerak. Xo'sh. Biz buni ChatGPT dan so'raymiz. Hop. Toshkent hududida qor yuklamalari norma bo'yicha qancha? Hop, menda Go versiyasi agar bundan pastroq bo'ladigan bo'lsa, naqmagan yaxshi. Hop, mana 70 kilo olar ekansizlar. Chunki ishonchlilik koeffitsiyenti 1/4. Shu aytganimdek. Okey. Buni ham tom o'zini tanlaymiz. 70 kilo bo'lsa, nagruzki. Buni ham равномерно распределённый. Hop, 0.07 qor yuklamalari. Okey, hammasi bo'ldi. Endi bizada seismik X bo'yicha bor, seismik Y bo'yicha bor. Hop, shamol yuklarini qo'shmayman. Hop, X bilan Y bo'yicha qaranglar bu yerda nima qilish kerak? Расчётga kirasizlar. Tablitsa dinamических загружений. Уже bu bizada statik yukka kirmaydi bu. Ya'ni misol qimillamay turadigan yuk emas. Shuning uchun расчётga kirasizlar. Tablitsa dinamических загружений degan joyi bor. Mana bu yerda загружениyaning raqami deyapti. Buni biz ham yerda necha? 8 ekan. Hop, 8 bosamiz. Mana yerda ham hop 1 bosadigan bo'lsak.
Значит, tekushim 8 mana. Hop, bu yoqda endi qaranglar. O'zbekcha so'z qidirasizlar. Bizada ko'p mana eshitgansizlar, qurilish me'yorlari va qoidalari degan narsa bor. KMK. Mana o'shani mana bitta bundan qarasanglar, 20103 2019 turibdi, 33-chi manda. Shuni bitta bosadigan bo'lsanglar, qaranglar. Mana bitta 10 yozasizlar. Nimaga 10? Chunki 10 ta tebranishga chidab berish kerak bino eng kamida. Parametrlarga kiradigan bo'lsanglar, o'zi mana bitta mana O'zbekiston deb turibdi, mana ko'rasizlar. Seysmический воздействие O'zbekiston. Endi hamma narsani olamizda, ChatGPT dan qanaqa to'ldirish kerakligini so'rab olamiz. Necha son yozish kerakligini. Tashlaymiz bunga. O'zbekiston, Toshkent hududida seysmik jadval uchun lira saprda qanday ko'rsatkichlar yozilishi kerak? Yozilishi kerak. So'roq. Bo'ldi. Endi kutamiz. Bir hammasiga ekan. 8 ekan mana bu. Xo'sh, indeks regioni 8. Hop, 1. Bu yerda indeks regioni 1. Hop, kategoriya grunti. Nima deb olamiz buni? Hop. Grunt kategoriyasi mana bu yozib qo'yibdi. Qattiq grunt, o'rtacha grunt. O'rtacha grunt mana buni olamiz. Ikkinchisini, chunki bizda jarnaga emas. 2 колебание 0.05 mana. 0.05. Hop, mana x, y va z o'qlari bo'yicha 1.00. Hop, nimaga 1.00? Chunki men hozir x jadvalini to'ldiryapmiz. Mana bu eslaydi bo'lsa mana seysmik yuklar x o'qi bo'yicha deb yozgandik mana. 1.00. Mana bosamiz, подтвердить. Endi qaranglar, yana bitta ikkinchisi chiqyapti. Bu yerda уже 9-siga 9 yozamiz. Hammasi bir xil bo'ladi. Hop, 33. Bu yerda ham 10 ta parametrlarga kiramiz. Hammasi bir xil. Mana 0 qilasizlar. Buni 1 qilasizlar. Bo'ldi ana. Chik. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa qiladigan ishlar yo'q. Hop. Mana 9, mana 8. Xo'sh, endi statistik загружение mana bu yerda anaqani qo'shib ketishimiz kerak. 1 va 2 uchun. Bu yerda номер статистического загружения изменить. Hop, bizada 1 plus 2. Hop, mana 9 olaylik. Mana olib turib kesishni bosamiz. 9 birinchi 8 ga hammasini qilib 8 ga. Hop, 1 qo'shamiz. Mana bu koeffitsiyentga hozir ishonchlilik koeffitsiyenti bizada seysmika bo'yicha seysmik yuklarga 1 ekan. Bo'ldi, 1 dan ko'paytirmas ekanmiz. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da. Bo'ldi, endi ham 9 yozasizlar. 9 ga. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ham 7 deb yozasizlar. Добавить. Bo'ldi. Hop. Bo'ldi. Xudo xolos hammasini ham chiqdik. Koeffitsiyentlar hammasi bir xil. Xo'sh, bo'ldi. Bunaqa bo'ldik. Endi qiladigan ishimiz nima qoldi? Bu qolgan narsalarga hozir kirmaymiz. Выполнить расчет, полный расчет bosamiz endi. Hop, yo'q, mana RSNni to'ldiramiz. Hop, RSUni bosamiz. Okey. Bu yerda hech narsani o'zgartirmaymiz. Применить bosorasizlar. Hop, mana bu yerda dinamikda seysmik hudud, mana seysmik bo'ldi. Bo'ldi, bu yerda hech qanaqa anaqamiz yo'q. Bo'ldi, hammasini o'zi to'ldirib chiqamiz. Hop, подтвердить bosamiz. Endi variantiga kirib turib, mana bu yerda nima qilishimiz kerak edi? RSUni bosishimiz kerak mana. Применить bosasizlar bo'ldi. Chunki hozir agar mana shu RSUni bosmaganimizda bugunga mana shu yozgan darsim hammasi bir teng bo'lib ketardi.
Расчёtda bo'lsamiz, выполнить расчёт, полный расчёtda bo'lsamiz. Mana endi juda uzoq hisoblaydi. Oldingi misol videolarda juda tez bo'layotgan bo'lsa, endi qanchadir vaqt oladi. Xo'p, mana hammasi hisoblab qo'yibdi. Hisobimiz bo'ldi. Analizga kiramiz. Mana har bitta yuk uchun qanaqa egilish bo'lyapti, shularni ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, железобетонga o'tsanglar, mana har bitta elementinglarni qatiga qanaqa armatura ishlatish kerak. Mana ham tashib kelib berish boshlabdi уже. Okey, nimaga bunaqa ochib kelib berdi? 21% to'g'ri, qolgani mana уже ko'tara olmayapti. Okey. Demak, nima qilamiz bu yerda? Qayerda o'sha ochib kelib bergan sumarning 78% xato. Oltmish 69% xato. Past tomondagi armaturalarimiz уже yetarli darajada bo'layotgani edi. Hop. Men tushunishim bo'yicha shunaqa mana. Chunki nerealniy katta diametr bo'lib ketib qoldi, 160 diametr. Yuklarimiz juda ham katta bo'lib ketib qolibdi. Hop. Shani sal qaysilaridir kesish kerak. Juda ham katta bo'lib ketgan hisobiga hozir уже 40 ga 40 anaqa o'tmaydi. Otasidan chiqib qoldi. Nima derdi? 40 ga 40 уже yetmayapti. Mana bu yerda mana уже. Hop. Rigellarda ham mana pastki qavatda rigellarida 32 talik mana armaturalar eng ko'p mana foydalanilyapti. Rigellarda ham armaturaning diametri yetmayapti. Hop. Kolonnada desmasam uni yana bir so'rab anig'ini aytib o'raman sizlarga. Kanalga qo'yaveramiz, xudo xolisa. Mana bu anaqani normasi otasidan chiqib qoldi. Har bir kvadrat shu 20 ga 20 joyga qancha miqdorda qo'yilishi kerak. Otasidan chiqib qoldi. Armatura yuzasi bo'yicha. Masalan, deylik, o'sha 20 ga 20 bir kvadrat kamida. 1 kvadrat o'sha yer maydoniga, ya'ni konstruktiv element maydoniga qancha miqdorda armatura yuzasi ketadi. Ya'ni masalan, deylik, beton qancha bo'lishi kerak, shunga nisbatan armatura qancha bo'lishi kerak. O'shani shunday yoyilinadi-da, o'shanga qarab turib chiqariladi. O'shandan keyin mana diametrlariga boshqasi kelib chiqadi. Hop. Ko'rayotganingizki 32 talik. 28 talik, 32 talik. Ikkita mana bu yerda mana 45 taliklar ham bor. Unaqada yo'q bo'lgan. Sortimenti yo'q bo'lgan. Voy, juda ko'paytirib yuboramiz. Yuklamani ko'paytirib yuboramiz. Shuni hisobiga mana shunday katta son chiqib ketib qoldi. Sizlar iloji bo'lsa sarkislar olganinglar yaxshiroq, meni maslahatim. Hop, endi variantni yana bitta qo'shinglar-da. Plyus qilinglar-da, bu yerda RCM bo'lsin. Mana bitta bosib yuboraylik. Okey. Bo'ldi. Добавить. Bo'ldi. Применить. Bu ikkinchi variantni endi o'zi hisoblab bersin, qanaqa chiqaradi. Bu yerda bizlar anaqamiz emas, полный расчёт. Hop, ikkita variantda. Bu shu binoni o'zini taxminan qanaqa yuklar ko'tarishini taxminan hisoblayapti. Hop, RC'ni hisoblasak yaxshiroq. RSU'da hozir biz kattaroq son yozib o'rganamiz, shunga o'tmadi. Buna holatda o'sha kolonna bo'ladigan bo'lsa, kolonnani yuzasi kengaytiriladi. Ya'ni misol 40 ga 40 emas, undan kattaroq masalan deylik. 60 ga 40 yoki masalan deylik 80 ga 40 yoki уже 80 ga 60 shunga qarab kengaytirib boraveriladi. O'shani hisobidan kelib chiqadi ham bu qalinliklarimiz, elementlarimizning.
Ha, okey, RCM bo'yicha yodot. Hop, birinchi variantga o'tamiz. Железобетон. Umumiy shu. Hop. Endi bu yerda yana mana bu pollarimizga tushayotgan armaturani hozir mana bu ko'radigan bo'lsak, plitaniki. Plitalarimizda mana bu nijniysi 200, diametr 45. Hop. 45 taligacha chiqib ketib qolibdi bu yerda ham. Lekin asosiy mana bunaqamizni ko'rayotganlaringdek 5 li mana bu tepa tomonda 5 li 5 lidan 18 ligacha mana ishlatilyapti. Ham bu уже yuklama ko'payib ketganini belgisi. Shu bu yerda mana tepa ustki ham hozir ko'ramiz. Verniy armatura. Pastkisida mana 45 talik chiqyapti, tepasida 40-45, maksimum 45 chiqyapti. Yo, bunda lekin xudoga shukr, ashki katta bo'lmabdi. Ya'ni yuklamamiz juda ko'p ko'paytirib bormaymiz. Orayotmalarimiz xudo xolos kursi bo'ladigan nimadir ekan. Xo'p, mana bu tomonlarda yana mabodo qanaqa qilib hisob qilinadi, qanaqa armatura qo'yish, masalan deylik, qurilishda masalan aynan mana shu joyingizga 45 talik diametrli armatura topib kelamiz hech kim. Shuning uchun mana shu hisoblanadi 45 talik. Men foizga ko'paytirib turib, hamda o'sha nechali diametrdan qancha qo'yish kerak? Masalan deylik, 20 li diametrdan masalan 40 hosil bo'lish uchun ikkita qo'yish kerak. Xo'p, demak, misol har odatda misol bitta o'sha elementimizni 5 ga bo'lib hisoblangan hisobiga, ya'ni shagimizni 20 dan olingan hisobiga masalan 20 orasiga masalan ikkita qo'yish kerak bo'ladigan bo'lsa 10 dan ketadi. Agar 4 ta qo'yish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu har doim jup ko'payadi. Hop, yana uni orasiga qo'yasizlar, ya'ni 5 dan to'g'ri keladi shunda. 20 talikdan 5 ta mana shunaqasiga qator olib ketasizlar ham chekkalarda. Ham o'rtalariga kelganda o'sha masalan oddiy shu 20 talikdan bitta-bitta olib ketaverasizlar. Ya'ni har 20 santimetrda bittadan shak shunaqasiga hisoblanadi. Umumiy olganda shu, agar yana ham xudo xolasa chuqurroq o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, men shu ustozimni o'zlariga o'sha uchrashishinglarni tavsiya qilaman. Hop, bizga bergan shu ilmlari bo'yicha xudo xolasa biz imtihonga tayyorgarlik jarayonimiz mana shu darajada bo'ldi. Hop, xudo xolasa sizlarga ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Hop, bu soha meni asosiy soham bo'lmaganligi uchun mabodo agar xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, aytib yurmaysizlar xudo xolasa. Yana agar bu sohaga qiziqayotgan bo'lsanglar, o'zingizlar yana ham chuqurroq o'rganib, bundan boshqa misol kurslarni xarid qilib kerak bo'lsa, shu o'rganishlarni tavsiya qilaman. E'tiborli uchun rahmat. Xudo xolasa sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.